Assalamu alaykum hurmatli Qo'shko'pir avtolider obunachilari, sizlarga yine Ege'den satıp berere gelip durgan Nexia mashinamizni qo'yib beramiz. Mashinamiz avtokredit, narx, barter, liboy variantda beriladi. Narxına keladigan bo'lsak 35 million so'm bo'ladi. Motorimiz 1.6 motor, metani bor, bosh balonlari bor. Xullas mashin tayyor, umuman aptol yemidi, kam etmedi. Endi qaranglar, kredita faqat Xorazm territoriyasına beriladi. Vodiydan, vandan uradigan bo'lsangizlar, vodiylara berilmaydi, viloyatlari chiqmaydi, faqat Xorazmga chiqadi, ya'ni Qoraqalpoq ham chiqadi. Eldindan faqat notariuskayga pul to'laysizlar. Aylık to'lovlarına keladigan bo'lsak 1 million 900 ming so'mdan 3 yil muddati chiqadi. Kredit oladigan bo'lsangizlar, bank to'lovi 1 so'm pul to'lanmaydi, faqat adlaringiz o'tish uchun to'lanadi. Ya'ni sizlarga 35 million kredit chiqadi. 35 millionimiz oya bo'lgan vaqtimizda oyina 1 million 900 ming so'mdan tushadi. Yurgan kilometrlari 200 ming kilometr yurgan, ishlari akkuratli holatda, mashin o'ta zo'r holatda, zanglagan, churigan joylari yo'q. Bo'lgan bo'lsamiz o'tilgan. Yine ne olsun aytib o'tamiz. Metanning sroki 2032-yildan, metan balonlari yaxshi. Yine e'tibor beringlar, hammasi normalniy, ponni kurgan moylantirib ko'rsatdim mashinani. Bemalol ustalarimiz bilan kelib tekshirib olsangizlar bo'ladi. Mashinani degan yeri bormi deb so'raydigan bo'lsangizlar, mashina ishon tarafidan yegan, ya'ni ishon tarafidan degan kapotunda, krelanda kraska bor, izanglagan joylari zo'tilgan. Hammalarınıza rahmet, cümeyamlarınız mübarek olsun. Qo'shko'pir avtoliderda mashinamiz savdoda duradi, kelaverasizlar.